Конечно bo'lgan biz ginekologlar bilasizlar, ko'p tajribaga ega bo'lgan shifokorlar bo'lsa, albatta hamma narsani sezamiz, hamma narsani bilamiz. Navbatchiligim paytida bir ayol murojaat qilib kelgan, ya'ni qorni pastida, belda darsimo og'riqlagan. Muddatini so'rasak, 7 oylik, 7,5 oylik deb aytilyapti. Akusherlik oyi bo'yicha 30-32 hafta. Tekshiruvda ko'rsam, ya'ni qorin katta. Ya'ni endi biz og'riqlar bo'lsa, agar kichik muddat bo'lsa, vaginalni ko'rishga haqqimiz yo'q. Agar tug'ruqqa xos regular og'riqlar bo'lsagina vaginalni ko'rishimiz mumkin. U ham muddatdagi agar homilador bo'lsa, ya'ni 37-38 haftadan keyin. Va albatta vaginalni ko'ra olmayapman, lekin qorinni o'lchamlari xuddi muddatdagi homiladorlik kabi. UZI tekshiruvida aniqlanyapti, bu yerda aynan 37 haftadagi homiladorlik. Ayolga aytaman, qanaqasiga kichkina necha haftaliksiz desa, yo'q, menda 30-32 haftalik deb urib yeyapti. Balkim homila o'zi kattadir deb meni aldashga urinyapti. Ayol kelganda bilasa, almashinuv xaritasi bo'ladi, ya'ni обменный karta. U yerda hamma ma'lumotlar yozilgan bo'ladi. Ko'ryapman, oxirgi hayz muddatlar usti bo'yalgan, ya'ni shu ayol o'zi to'g'rilamoqchi bo'lgan muddatlarini. Va endi sekin tekshiruvdan so'rayapman, nima uchun shuni bekityapti deb. Bilsam, to'yga hech qancha bo'lmagan ekan. Men aytdim, yo'q, mana gaplashmayman dedim. Siz bilan dedim, uydagilaringizni chaqiring dedim. U bilib qoldi. Yo'q, men hozir xo'jayinimni chaqiraman deb. Xullas turmush o'rtoqlari bilan, demak, to'ydan oldin homilador bo'lib qolgan ekanlar va qaynadan bilmasin, iltimos deb qo'ydi. Men aytdim, men hech aldolmayman. Baribir ma'lum bo'ladi bu. Ya'ni bu farzandingiz tug'ilgandan keyin muddatdagi bola deb bilinadi. Endi iltimos qildi, yo'q, indamay dedim. Tug'ilgandan keyin nima deb o'ylaysiz? Bu farzand 3,5 kilo tug'ilgan. Buni hech qanaqasiga bekitib bo'lmaydi. Shuning uchun yosh qizlarimizga, ularning onalariga, hattoki mana shu uje ko'p holatlarda eshitaman, to'ydan oldin nikoh o'qitib qo'yishgan, boshqa qilishadi. Ya'ni to'ydan oldin jinsiy hayot boshlaydigan qizlarimiz ham bor-da. Shar'iy nikoh bor-ku, bo'ldi deb boshlashadi. Har qanday holatlarda iltimos, iffatiylarga, o'zingizga ehtiyot bo'linglar. Ertaga bekorga sharmanda bo'lib ketishadi shu qizlarimizda. Yoki shu bola ayni uylanmasligi ham mumkin. Ertaga o'zinglarni, umringlarni o'zinglar yemanglar. Yoki shu er bilan yashab ketgan taqdiringizda o'zingizga peshanaga tamg'a bostirib qo'ymanglar, iltimos. Har doim boshinglarni tikka qilib, ushlab, mana shu yelkada olib yurishingiz uchun iffatingizga ehtiyot bo'linglar deb maslahat berardim.